Bugun o'zgarayotgan dunyoda vaqtni yutgan g'alaba qozonadi. IT sohasi, ta'lim va texnologiya kesishgan nuqtada Inha universiteti qanday rol o'ynayapti? Bu haqda bevosita universitet rektori Bobur Sagdullayevich Abdullayev bilan ochiq va dolzarb suhbatni taqdim etamiz. Kelajakni bugun yaratish uchun nimalar zarur? Javoblar intervyuda. Bobur, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Avvalambor vaqt ajratib biz bilan suhbatlashishga rozi bo'lganingiz uchun minnatdorman. Men birinchi savolim, hozir bu yerdagi javoblarni ko'rib turibman, kitoblaringiz juda ko'p ekan. Hammasini o'qiganmisiz? Agar ha bo'lsa, sizga eng katta ta'sir ko'rsatgan kitob? Assalomu alaykum. Avvalambor xush kelibsizlar. Endi to'g'ri, bu javondagi kitoblarim hozirgi asosan o'qiyotganim yoki ko'p foydalanadigan kitoblar. Endi bu kitoblarni o'zi soni ko'p. Bu yerda ko'rayotganlaringlarni o'qib chiqqanman. Lekin ish jarayonida ko'p kerak bo'lgani uchun olib kelib qo'yganman ofisga, foydalanishda kerak bo'ladi. Endi qaysi birini misol keltirsam ekan. Oxirgi masalan o'qib chiqqanim bu endi hozir balkim trenddir, bu o'sha Trampni brending bo'yicha qilgan ishlari to'g'risida o'qib chiqqanim, o'zini brendini qurish va umuman korxonani rivojida deb brendni qanaqa o'rni bor degan ma'noda kitobni o'qib chiqqan edim. Juda ham katta taassurot oldim. Bunaqa kitoblarni ko'p o'qiyman, keyinchalik o'sha o'zimni faoliyatimga yurg'izayotganda katta yordam beradi. Brend haqida o'zingiz gapirdingiz. Mana siz davlat tizimi va IT sohasida Inha universitetiga keldingiz, rektor bo'ldingiz. Bu ta'lim jarayoniga, ya'ni Inhani brendiga qanchalik ta'sir ko'rsatadi? Endi o'zim haqimda aytadigan bo'lsam, to'g'ri aytdingiz. Aynan davlat sektorida ham, IT sohasida, ta'lim sohasida juda ko'p boshqa sohalarda ishlab ko'rganman. To'g'ri, hali yoshman, endi rektor sifatida yosh rahbar hisoblanaman, lekin bundan oldin 5 yil davomida boshqa bir universitetda rahbar sifatida ishladim. U ham xalqaro universitet. Bundan tashqari o'sha davlat sohasida vazirlikda bir necha korxonalarda, vazirlikning markaziy apparatida, o'sha raqamli texnologiya vazirligida boshqarma boshlig'i sifatida, bo'lim boshlig'i sifatida ishlaganman. Undan tashqari endi tadbirkorlik sohasi bilan ham shug'ullanganman, yoshligimda bilaman. O'zi lishniy narsani aytadigan bo'lsam, o'zi oilaviy shajaramiz bor. Shajara kitobimizda bitta men an'anani buzganman deb ayta olaman, chunki o'zimdan oldingi shu 7 ta avlod ota-bobolarimiz hammaligi tadbirkorlik bilan shug'ullanishgan. Keyinchalik men ko'proq o'qishga, o'sha boyagi aytganingizdek kitoblarga qiziqqanim uchun bo'lsa kerak, ta'lim yo'nalishi, IT yo'nalishiga ko'proq qiziqib ketdim. Shuning uchun aytishim mumkin, men o'zim faoliyatim davomida o'sha quruvchilik bilan ham shug'ullanib ko'rdim, tadbirkorlik bilan ham shug'ullanib ko'rdim, davlat sektori, xususiy sektorda. Bularning hammasi xudo xolasa Inhadagi faoliyatim davomida o'zini natijasini beradi deb o'ylayman. Chunki Inhada oldimizga qo'ygan rejalarimiz juda ham katta. Inha universiteti bu O'zbekistondagi eng nufuzli universitetlardan biri. Albatta, qo'yilgan planka baland, uni keyingi darajaga olib chiqish uchun juda ko'p ruscha aytganda naviklar kerak bo'ladi, juda ko'p ko'nikmalar kerak bo'ladi. Xudo xolasa buni o'sha butun jamoa bilan birgalikda keyingi darajaga olib chiqa olamiz degan umidamiz. Bu ishlarda albatta sizga omad tilaymiz. Navbatdagi savolim, rektor bo'lganingizdan beri qilgan 3 ta eng muhim qadamingiz. Rektor bo'lganimdan beri qilgan 3 ta eng muhim qadamim. Xo'p, birinchi navbatda kelgan kunimdan boshlab birinchi o'sha jamoa bilan tanishuv va ular bilan birinchi yo'nalishlarni ko'rsatish masalasida eng asosiy bergan nuqtamiz bu jamoani, talabalarni va o'qituvchilarni, ya'ni professor o'qituvchilarimizni o'rtasidagi o'zaro ma'lumot almashinuvi, bir-biriga bo'lgan hurmat, e'tibor qanaqa darajada bo'lishi kerak degan asosiy savol turadi universitet oldida. Bunda men prioritetlarga bo'lib chiqqanman. Birinchi prioritet albatta 100% faqat universitet talabalariga berilishi kerak. Chunki universitet talabalar uchun bor.
keyingi darajadagi prioritet bu o'qituvchi professorlarga beriladi. Ya'ni ularni xohish istaklari, ularning maqsadlari, ularning faoliyatidagi qiladigan ishlariga, undan keyin o'sha xodimlarga va eng oxirgi o'rinda bu o'sha rahbar ofisi, rektoratga beriladi deb shu narsani boshidan aniq prioritetlarni belgilab oldik. Kelajakda qiladigan hamma rejalarimiz aynan shu 4 ta prioritetlarga qarab belgilanadi. Ikkinchi qilgan ishimiz bu o'sha Inha universiteti, endi juda ko'pchilik yaxshi biladi, bu Janubiy Koreya Respublikasi bilan hamkorlikda qilgan universitet. Hozir kelajakda birinchi qadamlarimizni qo'ya boshladik va o'sha hamkorlikka bo'lgan kelishuvimizni yangiladik Inha universiteti bilan. Va u kelishuvga asosan endi Inha universiteti o'z nomini saqlab qolgan holda boshqa universitetlar bilan ham, xalqaro darajadagi universitetlar bilan ham hamkorlikda qo'shma dasturlarni yo'lga qo'yishni boshladik. Birinchi prioritet deb talabalarni qo'ydingiz. Bugungi kunda hech kimga sir emas, bu Z va alfa avlod yoshlari. To'g'ri. Ular bilan ishlash qiyin emasmi? Endi bu yoshlar bilan ishlash undan oldingi avlod uchun har doim qiyin bo'lgan. Bu yangilik emas. Bu har doim bo'lib kelgan tarixiy jarayon. Va ayniqsa hozir o'sha nima deydi, smartfon bilan kun o'tkazadigan yoki kompyuter oldida kun o'tkazadigan yoshlar bilan ishlash jamoaviylik jihatidan qiyinchilik tug'diradi. Masalan, ularni bir jamoaviy tadbirlarga yoki boshqa narsaga jalb qilish oson emas. Endi bu psixologik jarayon, buni tushunsa bo'ladi, lekin ularni o'zini xohishlaridan kelib chiqib ish ko'rishni boshlaganda, aynan o'sha prioritet ularga berilishi boshlasa, biz ham butun jamoa bo'lib o'sha yo'nalishda o'zgarishni boshlaymiz. Keyin aynan ular qiziqadigan yo'nalishdagina ularga ma'lumot yetkazishni boshlaymiz. Shu to'g'ri yo'nalish. Masalan, hozir juda ko'pchilik aytadi, masalan, sun'iy intellekt texnologiyalari rivojlanyapti. Hozir yoshlar undan foydalanishni boshladi. Hammaning qo'lida smartfon bor, o'sha DeepSeek, o'sha ChatGPT va hokazo. Shularni hisobga olgan holda agar biz o'zimizni jarayonlarimizni o'zgartirmas ekanmiz, u yoshlarni nima deydi, aqliga kirish, unga qo'shimcha bilimlar berish, ularga qanaqadir yangiliklarni yetkazib berish biz uchun juda ham qiyin bo'ladi. Boya aytganingizdek, biz kitob avlodimiz. To'g'ri, hozir yoshlar kitob o'qiydi. Lekin asosan baribir hamma informatsiyani internetdan, o'sha sun'iy intellekt texnologiyalaridan oladi. Biz o'z-o'zidan shunga moslashishga majburmiz. Agar biz bunga harakatni boshlamas ekanmiz, o'zimizni qilayotgan o'sha podxodimiz deydi ruschasiga, o'zimizni qilayotgan ishlarimizni o'zgartirmas ekanmiz, boshqasiga o'zgartira olmaymiz. Bu har doim qiyin bo'ladi. Bu normal jarayon. Talabalar mavzusini davom ettiramiz. Bugungi kunda talabalar rahbar bo'lishi uchun qaysi ko'nikmalarga ega bo'lish kerak sizningcha? Juda yaxshi savol. Bu yerda ikkita nuqtani men asosiy masala deb aytgan bo'lardim. Talabalarni rahbar darajasiga yetishigacha degan savol beryapsiz. Bitta narsani tushunishimiz kerak. Hozir bu tendensiya men kuzatyapman yoshlar orasida. Universitetni bitirishi bilan yoki universitetda o'qiyotgan vaqtida birinchi ish joyidan boshlab rahbar bo'lishni xohlaydi. Bu to'g'ri emas. Balkim shunaqa rahbar bo'lishga loyiqdir, lekin rahbarlikka juda ko'p ko'nikmalar kerak. Ya'ni hayot davomida oladigan opit deydi. Juda ko'p tajriba, siz iloji yo'q rahbarlikni amalga oshirish, chunki o'sha pastdagi o'zi xodim sifatida ishlab ko'rgandagi holatlari, o'zini boshidan o'tkazganlar ko'p narsalar keyinchalik rahbar bo'lganda yordam beradi. Bu birinchi nuqta. Ikkinchisi, biz universitetda o'sha ish beruvchilar bilan va o'zi kompaniya yaratgan insonlar bilan juda ko'p suhbatlar uyushtiramiz yoshlar bilan. Bu o'sha yoshlarda shu ko'nikmalarni rahbarlarning o'zidan to'g'ridan-to'g'ri olishga imkoniyat beradi. Endi asosan soft skill deb ko'p gapirishadi, mana shu ish beruvchilar, ya'ni yumshoq ko'nikmalarni o'rgatish. Bu nima degani? Jamoada o'zini tuta olish, yaxshi kommunikatsiyaga kirisha olish imkoniyatlari. Shularni ko'proq o'rgatinglar yoshlarga deb bizdan ko'p so'rashadi o'sha katta kompaniyalar. Sababi o'sha hard skill, qattiq ko'nikmalar, ya'ni o'zini mutaxassisligi bo'yicha ko'nikmalarni har doim ham biz o'zimiz ham yetkazib bera olamiz deydi korxonalar. Biz ish jarayonida o'rgatib ola olamiz, lekin jamoa bilan ishlash va kommunikatsiya ko'nikmalarini har doim yoshlar qiynalishadi. Bu boyiga aytgan bir ikkinchi savolingizdagi Z avlodga ham tegishli.
balki hozir yoshlar shunaqadir. Va ayniqsa bizni yo'nalishda, biz axborot texnologiya va logistika yo'nalishida ko'proq yoshlarni tayyorlaymiz. Men o'zim dasturchiman o'z yoshligimdan, lekin dasturchilikda endi odamni ozgina nima deydi, o'zi bilan o'zi bo'lib qoladigan yo'nalish. Ya'ni ko'proq kompyuter bilan muloqot qiladi, ko'proq yosh odamlar bilan emas, shu kodlar bilan ishlashga to'g'ri keladi. Bu o'z-o'zidan odamni yopilishiga olib keladi. Shu narsa qoboqdan olib chiqib ketish kerak. Chunki rahbar o'zini qo'lidagi xodimlarga to'g'ri aniq topshiriq bera olishi, ularni muammolarga yechimlar topa olishi uchun ular bilan ko'p kommunikatsiya qila olish kerak. Boya aytdingiz, o'sha ish beruvchilar bilan ko'p suhbatlashamiz dedingiz. Bugungi kunda aynan mana shu bozor iqtisodiyotidagi o'sha nima desam bo'lar ekan, kadrlarga bo'lgan ehtiyojga Inha qanchalik moslashgan? Inha universitetini, shu Toshkent shahridagi Inha universitetini eng maqtana oladigan, birinchi darajadagi eng bizani muhim tomonimiz va nimaga yoshlar Inhani tanlash kerak deganga beradigan eng asosiy javobimiz, bizni bitiruvchilarimiz dunyodagi global kompaniyalarda ishlashyapti. Ya'ni biz buni isbotlash uchun qanaqadir bir metodologiyalar, prezentatsiyalar ko'rsatishimiz shart emas. Bizni yoshlarimiz, bizni bitiruvchilarimiz Google kompaniyasida, Amazon, Tesla, Microsoft juda ko'plab global kompaniyalarda o'zining faoliyatini olib borishadi hozir ham. Va O'zbekistonda faoliyat olib borayotgan yoshlarimiz ham juda ko'p, ular ham O'zbekistondagi eng katta kompaniyalarda a'zolari va eng muhim a'zolari. Va biz o'sha ish beruvchilar bilan kommunikatsiya yaxshi bo'lgani uchun juda ko'p gaplashamiz. Bizni bitiruvchilar qanaqa? Yana nima ko'nikmalar yetishmayapti? Bu yil biz dasturimizga nima o'zgartirish kiritishimiz kerak degan savollar bilan ko'p yuzlanamiz. Shunda juda ko'p olingan feedbacklar, o'tdan olingan ma'lumotlarga asosan shu dasturlarni ko'rib chiqishga va kelajak uchun kerak bo'lgan kadrlarni tayyorlashga intilamiz. Bu bizning eng ustuvor yo'nalishimiz. Chunki biz ishonamizki, universitetning muhimligini faqat uni bitiruvchilar belgilab beradi. Yaxshi fikr. Bugungi kunda nima deb hisoblaysiz? Diplom, portfolio yoki egallagan ko'nikmalari qaysi biri muhimroq? Diplom, portfolio yoki egallagan ko'nikmalari. Men aytardim hammasi muhim. Lekin bu o'sha insonni kim bo'lishini xohlashiga qarab. Masalan, boya mendan so'radingiz, davlat sektorida ishlaganmisiz? To'g'ri, davlat sektorida masalan aniq standartlar bor. Bu yerda masalan diplom ham kerak, ko'nikmalar ham kerak. Lekin xususiy sektorda ishlamoqchi bo'lsa, oddiy dasturchi bo'lmoqchi bo'lsa, 6 oylik kurs ham yetadi. Universitetni 4 yil davomida bitirishi, yoki diplom olishi muhim emas. Men shunaqa deb hisoblayman. Lekin siz o'sha kompaniyalarda faqat dasturchi sifatida emas, bir umr faqat kod yozish bilan emas, balki o'sha dasturchilarga lider sifatida yoki korxona rahbari sifatida yoki dunyoda qanaqadir o'zgarish qilishni xohlaydigan inson bo'ladigan bo'lsangiz, unda bu ko'nikmalar ham, diplom ham, hamma narsa kerak bo'ladi. Chunki men buni oddiyroq qilib tushuntirgan bo'lardim. Bu eshiklarga o'xshagan narsa. Siz qancha ko'p narsaga ega bo'lsangiz, shuncha ko'p eshik sizga ochiladi. Shuncha ko'p joyga siz, xonaga siz kira olishingiz mumkin. Shundagina sizda tanlash imkoniyati bo'ladi. Masalan, o'zi bitta kaltingiz bor-ku, bitta eshigingiz bor-ku, boshqa xonaga kirish imkoniyatingiz bo'lsa, faqat shuni tanlaysiz. Lekin sizda diplom bo'lsa, ko'nikmalar ham bo'lsa va boshqa hamma narsa bo'ladigan bo'lsa, sizda eshiklar ham ko'p, kirish imkoniyati ham ko'p. Shunda tanlab o'zingiz uchun eng to'g'ri deb hisoblaganingiz bilan foydalanishni boshlaysiz. Bugungi kunda mana onlayn, offlayn, dual ta'lim tizimlari bor. Shu bilan birgalikda immersiv o'qish yo'nalishi ham kirib kelmoqda. Bu jarayonga fikringiz? Endi bu universitetning fikri demagan bo'lardim, shaxsiy fikrimni aytishim mumkin. Albatta, shaxsiy fikringiz. Shaxsiy fikrim o'sha an'anaviy o'qish jarayonlari hali ham aktual. An'anaviy o'quv jarayonlarida beriladigan bilimlarni hozircha to'liq o'rnini bosadigan ta'lim turini ga yetib kelmadi odamlar. Lekin to'g'ri, onlayn ta'lim tizimini ustunliklari bor. Shu immersiv ta'lim tizimini ustunliklari bor. Masalan, onlaynda siz personallashtirilgan ta'lim berish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ya'ni
bitta guruhda 30 ta odam o'tiradigan bo'lsa, hammasiga bir xil ta'lim beriladi. Hozirda an'anaviy ta'limda emas, lekin onlayn ta'limda har biri uchun alohida o'zidan kelib chiqib, o'sha talabani o'zining imkoniyatlaridan kelib chiqib, sun'iy intellektdan foydalangan holda personallashtirilgan bilim berish imkoniyati mavjud. Kerak bo'lsa o'sha sun'iy intellektlar uchun kerak bo'lgan video materiallarni ham tayyorlab beradi. O'qish kerak bo'lgan materiallarni, qaysi yo'nalishda o'qisayotganini analiz qilib bunga materiallar tayyorlab bera oladi. Keyinchalik masalan imtihon jarayonlarini bir semestrda bir marta imtihon qilish ham shart bo'lmaydi. O'sha semestr davomida o'qish vaqtida uni imtihondan o'tkazib boraveradi. O'sha sun'iy intellekt texnologiyasi. Ya'ni qanday o'qiyapti, nimada qolib ketyapti, o'shanga qarab o'zining bahosini avtomatik tarzda chiqarib bera oladi. Ya'ni o'qish tizimini o'zi o'zgarib ketadi. Endi men buni oddiy misol bilan tushuntiraman har doim yoshlarga tushuntirayotganda, masalan, bundan 100 yil avval butun dunyoda otlarning soni shunaqa ko'p bo'lganki, hozir uni o'sha 10dan 1, 100dan 1 ham yo'q. Sababi avtomobil ixtiro qilingan. O'z-o'zidan texnologiyalar o'zgarib boradi. Hammamiz qo'limizda smartfon. Bizlar masalan o'zimizning ota dodamiz, buvimiz ham o'sha 2000-yildan keyin smartfondan foydalanib, hamma qo'lidagi telefon orqali Amerika bilan gaplashadi desa, ustimizdan kulgan bo'lishadi. Xuddi shunga o'xshagan ta'lim tizimida ham o'zgarishlar bo'lishi bu normal holat. Bu bo'lish kerak bo'lgan jarayon. Chunki o'sha 100 yil oldin 100 ta ot bo'lgan, hozir bitta qolgan bo'lsa, lekin 100 yil oldin 30 ta odamga bitta sinfxonada dars o'tilardi. 100 yildan keyin ham 30 ta odamga bitta sinfxonada dars o'tilyapti. Bu o'ziga yarasha to'g'ri emas bo'lgan jarayon. Bu o'z-o'zidan o'zgarishi kerak. Va boyagi siz aytgandek universitet ta'lim tizimlarini, onlayn ta'lim tizimlarini kirib kelishi normal holat. Lekin hozircha sifat jihatidan an'anaviy ta'limni o'rnini 100% bosa oladigan jarayonga yetib kelmadik. Suhbatimiz davomida bir necha bor sun'iy intellekt haqida gapirib o'tdingiz. O'zi umuman sizningcha bu xatarmi yoki yordamchimi sun'iy intellekt? Sun'iy intellekt ikkalasi ham degan bo'lardim. O'zi hamma yangi texnologiyalar yoki xatar yoki yordamchi bo'lmaydi. Ikkalasi ham bo'ladi har doim. Yangi texnologiyadan qanaqa foydalanishga bog'liq. Xuddi shunaqa internet o'z vaqtida faollashish boshlaganda ham xuddi shu savol bo'lgan. Xo'p, internet rivojlansa nima bo'ladi? Xatar bo'ladimi yoki yaxshilik bo'ladimi? Mana ko'ryapmiz, ikkala tomoni ham bor. Internetdan shu yomon texnologiyalardan foydalanish uchun ham qilish mumkin. O'sha birovni shunchaki deb pulini o'g'irlash uchun ham foydalanish mumkin. Lekin internet texnologiyalari orqali butun dunyoda yo'q bilimlarni egallash ham mumkin. Ya'ni hamma bilimlarni yagona oldin masalan kitoblarni qidirib bibliotekada kutubxona odam yugurgan bo'lsa, hozir bitta kompyuterda o'tirib hamma bilimlarni o'qib chiqish imkoni bor. Xuddi shunaqa sun'iy intellekt ham. Lekin imkoniyati qanchalik katta bo'lsa, xavfi ham shuncha katta bo'ladi. Sun'iy intellektning eng katta xavfi u o'zi qaror qabul qila olish imkoniyatiga egaligi. Masalan, insoniyatning eng katta xavfli yaratgan o'sha quroli bu atom bombasi bo'lsa, lekin undan foydalanishni qarorini insoniyat qabul qiladi. Sun'iy intellektning eng katta muammosi shundaki, xavfi shundaki, u o'zidan foydalanishni qarorini ham o'zi chiqara olishi mumkin. Bu turdagi xavf bilan insoniyat hali yuzlashmagan. Ya'ni bu turdagi har doim oxirgi qarorni insoniyat qabul qilgan, lekin sun'iy intellekt bu narsani o'ziga qabul qilib olishi mumkin agar yetarli darajada rivojlansa. Va bu juda katta xavf, to'g'ri. Lekin ikkinchi tomondan bu juda katta imkoniyatlar, juda katta yengilliklar va butun insoniyat shu paytgacha o'ylab kelgan sohalarni o'zgarishiga olib keladigan texnologiya. Agar siz bugun Inha universitetiga talaba bo'lib kirganingizda, birinchi e'tiborni qaysi yo'nalishlarga bergan bo'lardingiz? Ya'ni yo'nalishlar deganda nimani o'zgartiradingizmi? Yo'q, talabasi bo'lganingizda birinchi yilingizni nimalarga sarflar edingiz? Ha. Agar men Inha universiteti talabasi bo'lganda, birinchi yilimni ko'proq o'zimdan katta bo'lgan kursdagi talabalar bilan muloqotga sarflardim. Chunki birinchi yilda o'zingizga aniq maqsadni belgilab olish muhimda. Bu keyingi yana 4 yil davomida oladigan bilimingizni nimaga intilishingizni belgilab beradi.
bir tomondan Inha universitetiga kira olgan, bu yerda talaba bo'la olgan yoshlar o'zi ko'pchiligi kelajakdagi maqsadi aniq bo'ladi. Lekin uni yana ham tiniqlashtirish uchun men bo'lganimda masalan o'zimdan katta bo'lgan kurs talabalar bilan ko'proq muloqot qilib yoki o'sha universitet berayotgan imkoniyatdan foydalanib o'sha kompaniyani rahbarlari bilan suhbatlar yoki shunga o'xshagan tadbirlarda ko'proq qatnashib, men o'zi kim bo'lmoqchiman, oradan 4 yil universitet bitiraman, 5-yildan boshlab 5 yil o'tgandan keyin men qayerda kim bo'lib faoliyat yuritayotgan bo'laman degan savolga aniq javob topolgan bo'lardim. Shunga qarab keyin bilimlar olishga, bizda masalan tanlab olinadigan kurslar ham bor. Kurslarni tanlab olishga, kelajakga o'zimni bilimlarni qurishni boshlagan bo'lardim. Kelajak oliy ta'lim muassasalarida nimalar bo'lmasligi kerak sizcha? Bo'lmasligi kerak. Kelajak oliy ta'lim muassasalarida endi qanchalik kelajak to'g'risida gaplashayotganimizga bog'liq. Masalan, kelajak 2030-yil deylik. 2030-yil. O'ylashimcha 2030-yilgacha sun'iy intellekt texnologiyalari juda katta o'zgarish qiladi oliy ta'limda, umuman ta'lim yo'nalishida. Agar biz bunga hozirdan tayyorgarlik ko'rmasak, ulgurmaymiz. Va kelajakda masalan oliy ta'limda men alohida sessiyalar, imtihonlar bo'lishini to'g'ri deb hisoblamayman. Bu narsalarning hammasi sun'iy intellekt texnologiyalari davomida o'sha talaba bilim olish jarayonini o'zida belgilab olinishi kerak. Bunaqa imkoniyatlar hozir bor. Biz shunchaki uni keng foydalanmaymiz bu narsalardan. Keyingisi hamma oliy ta'lim muassasalarida endi balki IT'shnik bo'lganim uchundir, lekin ozgina bo'lsa ham ITga bo'lgan yo'nalishlarni ko'paytirishimiz kerak va ITni bazaviy bilim sifatida olishimiz kerak. Masalan, matematikaga yoki o'sha nima deydi, ona tiliga, bazaviy fanlarga qanchalik e'tibor berayotgan bo'lsak, ITga ham xuddi shunaqa e'tibor berishimiz kerak. Chunki xohlaymizmi, xohlamaymizmi, bu IT kelajagi uchun oddiygina instrumentga aylanadigan narsa sifatida foydalanishni boshlaymiz. Shu vaqtgacha bizni fikrimiz shunaqa bo'lganki, IT bilan faqat programmist shug'ullanadi, kod yozishni biladi va hokazo. Hozir bu narsa kerak emas. Hozir savolni to'g'ri qo'ysangiz, sun'iy intellekt sizga kod yozib beradi. Lekin undan foydalana olishni hamma bilish kerak. Xuddi matematikadan foydalangandek. Xohlagan injineriya yo'nalishidagi matematika qanchalik muhim bo'lsa, xuddi shunaqa bo'lishi kerak. O'z-o'zidan balki boshqa turdagi bir fanlar qisqarib, siqib chiqarilar shu orqali. Men kelajakdagi o'zgarishlarning juda ko'pchiligini aynan sun'iy intellekt texnologiyalarini kirib kelishi bilan bog'layman. Ko'p. Balkim endi soham shu bo'lgani uchundir, o'zim shu sohani ichida faoliyat olib borganim uchundir. Va rostdan ham ishonamanki, agar bu texnologiya rivojlanadigan bo'lsa, yetarlicha rivojlansa, hozirgi turdagi ishlar ham, ish beruvchilar ham, ta'lim tizimlarini ham hammasini 100% o'zgarishga olib keladi. Imkoniyatingiz bo'lganda o'zingizni 20 yoshli nima desak bo'lar ekan? O'zingizni 20 yoshingizga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Xo'p, men 20 yoshimda nima qildim o'zi? Men 20 yoshimda endi yoshligimdan o'zi 14 yoshimdan eslayman. 14 yoshimda men sohani aniq tanlagan edim. 14 yoshimda chunki menga juda ko'p motivatsiya berishardi. Amakim endi Alloh rahmat qilsin o'tib ketdilar. Nima deydi? Ishlari bu ofisda ishlash, firmalar va hokazo va davlat sektorida ishlardilar. Lekin men yosh bo'lganimda bilmasdim, mendan doim so'rashardi. Qiziqardim nima ish qilarlar deb. Menga har doim uydagilar shu ota-onam aytisharki, kompyuterlarning egasi derdi. Endi men tushunmaganman, lekin ha, demak kompyuterchi bo'lsam, bu juda yaxshi soha ekan degan narsa shu yoshligimdan, 7-8 yoshligimdan paydo bo'lgan. Keyin shu 14 yoshimda aniq belgilab olgan narsamga keyinchalik erishdim. 14 yoshimda bilardim, qo'shnim bo'lardi. O'sha vaqtda aloqa vazirligida ishlardi. Men aytardim, siz aloqa vazirligida ishlaysiz-ku, ha, men o'sha yerga borib ishlayman, sizga rahbar bo'laman derdim. Keyinchalik sohani tanlab qildim, rivojlandim va o'sha boya aytgandek raqamli texnologiya vazirligida ham ishlab ko'rdim. 20 yoshligimda o'zimga maslahatim
balkim kitobni ko'proq o'qish, ko'proq bilim olish. Balkim kitob emasdir, internetdan, lekin o'sha ma'lumotlarni ko'proq o'qib bilim olish va xalqaro trendlardan ko'proq xabardor bo'lishni maslahat berardim. 20 yoshimda unchalik ham bu narsaga imkoniyat bo'lmagandir. Balki shu payt e'tibor bermagandirman. Lekin o'sha butun dunyoda bo'layotgan xalqaro trendlar o'sha vaqtda juda katta ahamiyat kasb qilgan. Keyinchalik bu dunyoni katta o'zgarishlarga olib kelgan. Balki men ham agar shu paytda ma'lumotga ega bo'lganimda, hozir nima deydi, erishayotgan yutuqlarim bundan ancha kattaroq bo'lardi. Bobur, maroqli suhbatingiz uchun rahmat. Yana bir bor biz uchun vaqt ajratib, bizning savollarimizga javob berganingiz uchun o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Ishlaringizga rivoj, martabangiz bundan ham ulug' bo'lsin. Rahmat. Katta rahmat kelganinglar uchun. Xursand bo'ldim ko'rib hammani. Sizlarga ham ishlaringizga rivoj tilayman. Rahmat.